Farg'ona viloyatining Oltiariq tuman markazida joylashgan o'yingohda ham 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi sportning yengil atletika turi bo'yicha 4 xil yosh toifasidagi o'g'il-qizlar o'rtasida musobaqaning 3-bosqichiga start berildi. Yengil atletika turiga Oltiariq tumanida yoshlar rosa qiziqishadi. Hozirda buni misol natijasi o'tgan yili 5 tashabbus olimpiadasida 27-30 yosh toifasida Ustoz mahallasining yoshlari o'zi borishib respublikada faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritishib 360 millionlik sport kompleksini yutib kelishdi mahallalarga. O'tgan yilgi g'alabalardan ruhlangan yoshlar bu yil ham xudo xolasa oldilariga o'zlariga katta maqsadlar qo'yib, g'olib bo'lib qaytishni maqsad qilishgan. Ma'lumot sifatida aytib o'tish kerakki, ayni damda Oltiariq tumanida 61 mingdan ziyod yoshlar mavjud bo'lib, ular orasidan 5 tashabbus olimpiadasining sport musobaqalarida ishtirok etish istagini bildirib, 28 mingga yaqin yoshlar onlayn ro'yxatdan o'tgani va sport musobaqasining bosqichdan bosqichga o'tgani sari kuchlilar saralanib bormoqda.